Bir gürünleşelim, bırak, beregen. Gelsanız ya. İncet ediyor. Yok, Özbekçe ben düşündüm. Dürkmençe gepleşemem ben. Dürkmençe gepleşemem. Gelin. Do'stlar, biz az Shava City'ye geldik. Ko'pchilik o'tgan videorolikimizda Toshni qurilayotgan yerini so'rabdilar. Bunda yana 8 kollej. 8 kollejning oldida peshixod bor. Peshixoddan sal o'tganingizda bunda ko'pir bor. Shuni orqasida yana bunda kran turgan, aynan shu bizning Xorazm Avtogaz ta'minoti tomonidan solinib turgan yangi 9 etajli domimiz. O'rtoqlar, hozir biz shu 9 etajli domimizni yana ko'rib tiylari quyilib bo'ldi va ustiga plitalari qo'yilib turibdi. Ish jadal. Aytib o'tganimdek, iyul oyina xudo xolasa shu yerda 9 etajli domingiz bitadi. Agar sizga shu domlarimiz, joylarimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon raqam qo'yib qo'yaman. Qaranglar, kvadratlarni aytib o'tib ketaman. Bu yerda 1 komnatli, 2 komnatli va 4 komnatli xonadonlarimiz bo'ladi. 1 komnatlilarimizni kvadrati 35 kvadrat bo'ladi. 2 xonali kvartiralarimizni kvadratlari 64 va 68 kvadrat bo'ladi va 3 xonali, lekin aslında o'zi 4 xonali bo'ladi. Katta bir dalan ham bo'ladi. 103 kvadrat metrli kvartiralarimiz bo'ladi. Xudo xohlasa tez kunlarda bitadi. Agar hoziroq uy olaman deb yurgan donishlarga yuborib qo'yadigan bo'lsangiz, uylarimizni zanit qilib qo'ysangiz bo'ladi. Joyimiz bitgandan keyin kreditnomalaringizni rasmiylashtiriladi va bo'lib to'lab ketsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, shunday ishlar bo'lib turibdi. Hozir bu yerda yana Turkmanistonlik birodarlarimiz jadal ishni olib borib turibdilar. Xudo xohlasa yo'lni bo'yinda qolaversa liftli 9 etajli eng sifatli Xorazm Avtogaz ta'minoti tomonidan solinib turgan joylar bilan sizlarniki bo'lishi mumkin. Agar yana bir narsani aytib o'tib ketaman, sizga hoziroq yashash uchun xonadon qarab yurgan bo'lsangiz, bunday taklifimiz ham bor. Aynan mana shu orqamizda ko'rinib turgan domimizda yana tayyor xonadonlarimiz ham bor. Bu yerda lekin sanoqli 1 ya 2 dona kvartiramiz qoldi. 2 va 3 xonali kvartiralarimiz sizni kutib turibdi. Agar sizga 9 etajli joylarimizdan uy kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bizda lekin hozir sal chetroqqa chiqmasak bo'lmaydi. Bunda plitalarimiz kallamizda kaska yo'q, qochdik bu yerda. Ko'rib turganlaringizda endi 1-etaj yetdi, xudo xohlasa. Berimiz 1-etaj polniy natural bo'ladi. Do'konlarimiz ana uni ustidan xudo xohlasa 2-etajdan uylab boshlanadi. Aytib o'tib ketdim, 2 xonali kvartiramizning 2 xil kvadraturasi bor. Xudo xohlasa o'zingizga kerak etajni hozir tanlab olsangiz bo'ladi, o'rtoqlar. Hammangizni Xorazm Avtogaz ta'minoti tomonidan solinib turgan joylarimizda kutib qolamiz. Bizning manzilimiz ofis sotuv bo'limi Bayroqning teyinda bo'ladi. Shu yerda o'zlarining telefon raqamlari ham bor. Hammaga omad, hammaga shunday ajoyib joylar nasib qilsin.